muammolar bo'ladi. Kredit olish muammolari yoki kerak bo'lmagan tadbirkorlik faoliyatini yuritmoqchi bo'lgan shaxslar bemalol savol va murojaatlar bo'lsa berishlari mumkin, javob beradi. Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar, tadbirkorlar bilan bugun sizlar bilan uchrashuvimiz So'xko'l mahallasida belgilangan ekan. Agar men shu mahallaga tadbirkorlikni hamda aholini bandligini ta'minlashni biriktirgan mana bugungi kunda shu agrobank tomonidan ushbu maqsadda tadbirkorlikni rivojlantirish, fuqarolar bandligini ta'minlash maqsadida ko'plab ishlar olib borilmoqda. Jumladan bank kredit mahsulotlarimiz, bank kreditlarimiz haqida to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda bankimiz tomonidan biznesga birinchi qadam 17 million so'mgacha, mahalla loyihasi 50 million so'mgacha fuqarolarni o'zini band qilgan fuqaroning plastik kartasiga ko'chirib beriladi. 17 millionlik kreditimiz 4 yil muddatda 6 oy imtiyoz davri bilan bo'ladi. 50 millionlik kreditimiz mahalla loyihasi dasturi doirasida 5 yil muddatli 2 yil imtiyoz davri bilan bo'ladi. Imtiyoz davrida fuqaro faqat kredit to'lovini foizini to'laydi. 2 yildan keyin ta'min qilinadi. Ya'ni asosiy qarzdorliklar kamayib boradi. Xo'sh, Prezidentimiz 312-sonli qarorlar doirasida oilaviy tadbirkorlik doirasida kreditlardan olib maqsadda foydalangan hamda ijodiy kredit tarifiga ega bo'lgan fuqarolarga 100 million so'mgacha garov ta'minot ustidan 100 milliondan oshgan qismiga esa garov ta'minot talab qilingan holatda 300 million so'mgacha yillik 21% dan ayol tadbirkorlarga yillik 19% dan kreditlarimiz ajratiladi. Xuddi shunday tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yoshlarni bandligini ta'minlash maqsadida Prezidentimiz 60-sonli qarorlar doirasida yoshlar tadbirkorligi 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga yillik 18% dan 5 yil muddatga 1 yil imtiyoz davri bilan, eng yaxshisi tadbirkorlik, yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash maqsadida 1 yil imtiyoz davrida ichida 3 oy foiz ham to'lamaydi. 3 oydan keyin 9 oy foiz to'laydi, 9 oydan keyin tan to'laydi. Taniqib bilan qo'shib foizini to'laydi. Mana shunaqa imtiyozli kreditlarimiz bor. Agar kreditlarimiz bo'yicha savollaringiz nima deydi? Murojaatlar qiladigan bo'lsa, aytsangiz qo'ldan kelgancha mahalla banklariga turiblar, mahalla agentlariga turiblar, qo'ldan kelgancha qilib kreditlarni agar qonun doirasidan ko'rib berishga harakat qilamiz. Uy-joy ta'minlashga emas. Uy-joy ta'minlashga bor, yashil ta'min kreditlarimiz bor, 170 millionlik bor, 140 millionlik bor, 2 xil kreditimiz bor. 10 yil muddatga beriladi. Bir xil to'lovchilar, antik grafik so'mlarida 3 million masalasi yo'q. 170 milliongacha, 140 milliongacha o'ziga yetarli qismi. Masalan, aytganingizdek kimdir oladi, mana shifrga kerak deydi, porni kattadan olib qo'yamiz. Bu shifrga ketsa 3 million ketadi. O'sha o'ziga yetarli qismini olsa bo'ladi. Bankimizda hamma produktlarni aytadigan bo'lsak, 20 ga yaqin produktlarimiz bor. Jumladan davlat tashkilotida ishlaydigan xodimlardan byudjet xodimlari uchun produktlarimiz bor. Bu bo'yicha mahalla agentlarimizda ba'zi ma'lumotlar bor. Qanaqa qiziqishlar bo'lsa mahalla agentlarimizga kelsangiz, qo'ldan kelgancha yordam qiladi. Savollarimiz foizi 19% 140 millionga bo'ladi. 20% 170 million. 10 yil muddatga. O'zi yoshmi? Shunday. 50 millionlik kreditlar, masalan 5 yilga dedi muddatini. Agar qo'ldan tushib qolsa 2 yilga qaytarsak ham bo'ladi. Bo'ladi. 2 yilga qaytargan paytingizda o'sha masalan to'lab borasiz 1 million foizini to'lab borasiz, 2 yildan keyin sizga 50 million yoki 20 million pul tushdi. 20 million shunday berasiz, 300 million so'm asosiy qarzdorlik bo'ladi. O'sha ertasi kundan bugun to'lasangiz, masalan 4-fevral kuni to'lasangiz, 5-fevraldan o'sha sizga 300 milliondan foiz so'raydi. Kamagan. Kamagan qismi. Bu degani foizni kelasi davrdagi foiz uchun to'lamaysiz. Bu o'z xohishingizga. Necha foizgacha to'layman? 23% ayollarga, 25% erkaklarga. Naqd ko'rinishda plastik ko'chirib beramiz. Bu 100 millionlik kreditlarimiz periodikada nima? Asosiy vositalarni sotib olish uchun ta'minlash korxonaga ko'chirib beramiz. Savollar bormi? Murojaat. Yo'q, hozircha berib turganlardan murojaat. Kreditda boradi, bo'lmaydi. Kreditda boradi, kreditini o'sha yopgan paytida kredit tarixida 90+ bo'lmasa, endi hozir shuni ham aytib o'tishimiz kerak. 90+ degan narsa bor, muddat o'tgan qarzdorlik. 90 kundan 3 oydan o'tgan. 3 oydan o'tgan holati bizning bank tizimida, bizning bank sistemasida 1 yil 3 oydan
o'tsa o'sha holat, masalan, o'tgan yili 24-yil dekabr oyida shu holat bo'lgan bo'lsa, o'sha shu oy kirib olsangiz bo'ladi. Bizada. Endi shunday, 1 yil 3 oyda o'tsa. Endi yana bitta holat bor, force majeure holati, sudga berib, mebor qilib undirilgan holat bo'lsa, bu 3 yilda yangilanadi. 3 yildan keyin kirib olsangiz bo'ladi. Bu kredit tarifi bo'yicha ham ko'p savollar bo'lyapti. Shuning uchun aytib o'tdik. Rasmiy daromadga ega bo'lish. Ipoteka kredit uchun rasmiy daromadga ega bo'lish. Mototsikllar haqida ham bir ma'lumot berdi. Mototsikllarimizni hozir katalogni tashlab berganmiz. Bu oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida chiqadi. 4 yil muddatga beradi. 1 yil imtiyozli davr bilan yillikka 8%. Ta'minlash korxonaga ko'chirib beriladi. O'sha mototsikl kataloglari bor. Ko'rib chiqsangiz bemalol. Mototsikillarimiz gibrid mototsikllar bor. Keyin oldin olaylik to'g'risida narxlar yuqori edi. Hozirgi narxlar bozor narxida. Biz o'zimiz ham ko'rib chiqdik. Bo'lmasa o'zlari tanlaysizlarmi shu mototsikl? Yo'q, o'z tanlaysiz. O'z tanlaysiz. Korxonasida. Yo'q, endi biza taklif qilamiz erkaklarga 60. Yo'q, 70 yosh uzr. Erkaklarga 70 yosh, ayollarga 75 yosh. Endi bu degani kredit to'lamaydigan davrda. Endi 5 yilga kredit oladigan bo'lsa, ayol 65 yosh bo'lishi kerak, erkak kishi 60 yosh bo'lishi kerak. Shu holatda kredit olsa bo'ladi. Bo'lmasa beraman. Bo'lmasa beraman. Rahmat, avvalingizga vaqtlaringizni ajratib O'sha aytadiki, yana bizlar ijtimoiy yaramay qoldik.